Xalq bankining loyihalar fabrikasi platformasi negizida keng imkoniyatlarga ega tadbirkor ayollar platformasi ishga tushirildi. Mazkur platforma mamlakatimizdagi xotin-qizlar uchun tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy faollikni oshirishga qaratilgan bo'lib, u quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi. O'qish uchun onlayn ariza topshirish, ayol tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni onlayn sotish, tadbirkorlik faoliyatida zarur bo'lgan xomashyo va resurslarni xarid qilish, mavjud ish o'rinlari uchun xodimlar qidirish va ishga qabul qilish, tadbirkorlik faoliyatida yuzaga keladigan muammo va takliflarni hal etish uchun interaktiv yechimlar, yangi ish boshlayotgan tadbirkor ayollar uchun o'quv kurslar va treninglar, biznes va marketingga oid videoroliklar, foydalanish uchun tayyor 250 dan ortiq biznes rejalar, mamlakatimizda xotin-qizlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar haqidagi yangiliklarni kuzatish, moliyaviy hisobotlarni avtomatik shakllantirish uchun konsalting xizmatlari, bank kreditlarini xazna ilovasi orqali boshqarish kabi ko'plab imkoniyatlar yaratilgan.